Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana keyingi obyektimizni tugatib, uстановkalarni qilib oldik. Xudo xolasa bu yerga yangi 20 metr joyga o'rnatdik. Eskisi 15 metr, yo'q 35 metr bo'lgan. Mana eshiklar kelsa, qanotlar balkon qanot bo'lgan. Zamonlar ham xudo xolasa turetskiy zamonlar qo'yib berganmiz. Aynaklari bir qavat bo'lgan, yo'diviy bo'lgan. Olovlar bir xil, mana xudo xolasa tagi algafon bo'lgan. Ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Albatta bittadan like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa keyingi roliklarni ham chiqarib boramiz. Ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar birinchilardan bo'lib. Bu yerga ham qo'yib bergan, bular ham balkon qanot bo'lgan. Bundan tashqari har xil svetlar va mo'qriymi, oqmi, seriymi, qanaqa eshiklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bizda hamma xizmatlar mavjud. Telegram WhatsApplarda ishlayapti. Andijon viloyati Buloq tumanining o'zida. Vodiy bo'yicha uстановkalarimiz bor mana. Ustunlarni ham pon, alkafonni olib berganmiz. Qo'lda alyuminniy, yomg'irga ham, oppoqqa ham chidamli bemalol. Hozir eski tarafini ham sizlarga ko'rsatib arzon qilib beramiz. Usta bolalar mana hozir o'tirishib xudo xolasa. Uстановkalarni qilish jarayonini tugatdik. Mana eski joyga o'tkazib qilib berganmiz. Bu yerda ikkita eshigi bor mana. Bu ham bir xil bo'lgan, oynalari yo'diviy bo'lgan. Tagi alkafon so'risi. Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.